Ko'rib turgan mana shu hamma korobkani hozir sizlarga ochib bittadan obzor qilamiz. Tomosha qilib turinglar. Ko'rib turgan mashinalar ichida shunaqa zapchastlar chiqadi. Mana fondi motorlar, denlar. Domla nima qilamiz? Tervor olamizmi? Yoritasan domla. Ya mana ko'ryapsizlar shunaqa shohid bolalar bor. Sindirib qo'yadi, hozir ko'rasizlar. Ko'rsizlar chotki qilib terib qo'yadi. Mana bitta mashinamiz tervor mana maxsus kaliti bo'ladi. O'g'lingizga, farzandingizga shunday olib bersa, shunaqa xursand bo'ladi, mashinani. Mana yurishni ko'ryapsizlar. Chitribada dedim, xohlasangiz mana o'zingiz boshqarib yursangiz ham bo'ladi. Bu tortishni qarab turing, bu balonlar to'la balonlar. Ya'ni itarib ham normal xohlasangiz mana bunda ikkita faqat orqa balon tortib olamiz. Va nihoyat ter bo'ldi, akalar, ko'rsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda chotki bo'lib terildi. Xudo xolasa, hammasini tekshirildi. Bunda yoqadigan stopkasi bu tomonda bo'lsa, oldin orqaga qilasiz. Hammasidan o'zini puluti bo'ladi. Buni ham o'zini puluti bor. Buni ham yaqin bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, orqa tomonda ko'rinishi. Ko'jalari ham chotki. Hammasi ko'jada. Bunisi ajoyib qimmati mana shu qarang. Dahshat. Mana bunisi 19 ming so'm, bunisi 13,5 ming, narigisi 12,5 ming so'm. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, Vakassan bilasizlar, Aron rayon Mo'mijemish bozorining ichida. Ya'ni gul sotganlarni oldi tomonda. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, xohlasanglar dastavka ham qildirib beramiz. Agar siz Rossiyadan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu videoda bemalol farzandlaringizga olib bersangiz bo'ladi. Tekshirib, o'zimiz hammasini chiroyli holatda qilib jo'natib beramiz.